Qizim, yaxshimisan? O'qiyapsanmi? O'qishlaring yaxshimi? O'rtoqlaring ham yaxshi yurishibdimi? Hammasi yaxshimi? O'g'lim, professor o'g'lim. Qalay, o'qishlaring yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi yuribsanmi? Ukam, yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Qalay endi, student? Singlim yaxshimisiz? O'qishlar yaxshimi? Ha, bizdan xavotir olmagin qizim. Biz yaxshimiz. Dadang ham ancha yaxshi. Vaqtida dorilarini ichirib turibman. Menga qara, o'rtoqlaringdan kamib qolmagin. Nima kerak bo'lsa, darrov o'zimga telefon qilib aytaver, bo'ptimi o'g'lim? Hech narsadan seni zoriqtirmayman kerak bo'lsa. Ha, sen yaxshi o'qisang bo'ldi. Bizda ham oylik 1-2 kun kech qoldi, lekin ertaga oylik tushar ekan. Nachalnik bilan gaplashdim. Lekin zo'r yangilik bor. Keyin ham bu oyda rasxodlar yo'q deyapti. Oilaga pul shart emas ekan. Hammasini senga tashlayman. Kontrakt to'lab, bu yoqdan xijolat bo'lmasdan gazini bosaverasan. O'qing, nima kam bo'lsa, nima kerak bo'lsa aytavering, xo'p, xijolat bo'lmang. Ha, dadang har kuni seni duo qiladi, qizim. Qizim doktor bo'lib kelsa, o'zi meni davolaydi deb xursand bo'lib yuribdi. Meni o'g'lim chet elda palondaqa ish qilyapti. Meni o'g'lim Rossiyada pistondaqa ish qilib paloncha pul jo'natyapti, dedi. Ichimda o'ylab qo'ydim. Ha, dedim. Senlarning o'g'illaring hali ishlari tugab, charchab, horib qaytganda meni o'g'lim professor bo'lib keladi. Ana unda ko'rishasan pul topishdi deb o'zimcha ichimda o'yladim-da. Aytgancha, o'zini sohasidan tashqari ingliz tili, repetitori, haligi nemis tili, koreys tili ham yo'q, tekin ekan. O'qib olgin. Keyin bunaqa vaqt bo'lmaydi senda. Baribir bekor yotgandirsan, o yotoqxonada kechki paytda. Dangasalik qilmang. Ha, nima kerak bo'lsa aytavering, xo'p, xijolat bo'lmang, singlim. Ha, aytgancha, qizim, kecha pensiyamiz tushgandi. O'shani borib bilan kontraktingga to'lab qo'ydim. Kechirasiz. Lekin farzandingizni kursdan kursga qoldirishga majburmiz. Sababi qoldirilgan darslar 80 soatdan ko'p. Biz ularni ko'p ogohlantirdik, og'zaki hamda yozma ravishda, hayfsan ham berib ko'rdik. Lekin hech qanday natija bo'lgani yo'q. Shunchaki ular darsga umuman e'tiborsiz. Tushman, bu nima deganim? Keyin har dushanba chiqib ketadi, shanba kuni keladi, telefon qilsam darsdaman deydi. Tinmay o'qib, qana qilib sen 80 soat dars qoldirasan? Dadang eshitsa, juda ham qattiq xafa bo'ladi. U seni kutayotgan edi. Yaxshi o'qib kelsa, meni davolaydi deyotgan edi, qizim. Qanaqa bo'lasan sen? Erkakmisan? Ha, bu onangga, ukangga, menga rahming kelmaydimi? Ayam, eshitsa nima bo'ladi? Dadamni o'ylamadingizmi, singlim? Ha, bitta taksi haydasam ham oilamiz qonni to'yar edi. Sen bilan biz orzu havasimiz bor-ku. Kim degan odam bo'ldim endi men? Butun qishloq oldida. Men o'g'lim professor bo'ladi, ketmonchidan ham professor chiqadi deb meni ahmoq senga ishonib aytib yuribmanmi? Unaqa bo'lmaydi o'g'lim. Yaxshisi, o'zingni o'nglasang o'nglading. Bo'lmasa bizdan voz kechib qo'yaver. Meni o'ylamadingmi?